Plastikdan bo'lgan. Tashlaymiz. Cho'g'dalaring chochilib ketdi, lekin hech nima bo'lmagan. Tepsalaring ham bexosdan tushib ketsa ham hech nima bo'lmaydi. Endi yoqib ko'rsatib beramiz, ko'rsalaring mana yonmaydi, hech nima bo'lmaydi. O'tda yonmas, suvda cho'kmas, rim kalonlar shu bo'ladi. Endi buni tashqari originalligini sizlarga isbotlash uchun akalar mana ikkinchi seriyadagisi 1 kilo kelyapti. Birinchi seriyada, ya'ni birinchi sorti 1,5 kilo kelyapti. Buni seriyosidan farqi bor. Aldanib qolmaysizlar akalar. Original mahsulot. Biz hozir Samarqand shahriga kelganini ko'rib turibsizlar. Bo'yi 3,5 metrdan 6,5 metrgacha bo'ladi. Bunisi tumalaq fasoni, bunisi to'rtburchak fasoni. Mana o'zlarining uylariga ham qilishgan joylarni ko'ringlar mana. Juda ham go'zal chiqdi. 1 metrini 200 ming so'mdan qilishar ekan. 3 metr bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'm qilishar ekan. Ustalar bir kunda ikkita qilishar ekan, ya'ni $100 bo'lar ekan. Endi mana o'zlari 6 yildan beri ishlatishar ekan akalar. 10 yil garantiya berishyapti, hech nima bo'lmasligi. Hech nima bo'lmaydi. Yuvib ishlatsa bo'laveradi. Bundan tashqari gultuvaylar bor, ustunlar bor. Bundan tashqari mana lesnisalar uchun perilar ham bor. Narxlarga keladigan bo'lsak, pastda nomerlarni qoldiramiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabki mutlaq olti ekan, pastda nomerlar aloqa chiqarasizlar. Siz 9 olin, masalan, skidga